Chiroyli qomatda yurish uchun nima kiyish kerak? Har doimgidek maxsus tiktirilgan korsetimiz. Bu Xitoyda ham hech qayerdan bu korsetni topa olmaysizlar. Faqat maxsus Camila Underwear mana shu videoni ko'rsatib, onlayn do'konlardan yoki magazinlardan bemalol topasizlar. Sababi biz buni o'zimizning mijozlarimizni har bitta klientga bo'lgan talab xohishidan kelib chiqib yaratgan korsetimiz xuddi maykaliga o'xshab, bu ham mana shunaqa taliyasi ajratilishi uchun orqa tomoni xuddi shunaqa yana taliyani ajratib berishi uchun. Korsetimizni ko'rishimiz mumkin. Kurchoklari 3 qator bo'ladi. Yana har doimgidek tekshiramiz. Bu juda ham plotniy. Endi o'zini tortib ko'ramiz. Mana juda ham qattiq siljimayapti ham. Shunaqa qattiq bo'lishiga qaramasdan materiali juda ham mayin. Ichki tomoni shunaqa mayda kostichkalar qilingan. Buni 21 ta kostichkasi bor. Ahamiyat qilamiz, juda ham mayda to'qim qilingan. Buni mayda bo'lishining sababi korset kiygan paytda qomat ajralib qolmasligi uchun. Korsetni formasiga ham ahamiyat qilamiz, qiyshiq. Sababi tepa tomonda juda ham ko'p videolarimda aytaman, pantalon, lifchini tegi har doim bo'g'im bo'ladi. Endi bu korset mana shunaqa bo'lgani hisobiga bunaqa joyda bo'g'imlar umuman ajramaydi. Korsetimizni muntazam ravishda kiyganda qorin ketadi, tali ingichkalashishiga yordam beradi. Sababi muntazam kiyilgandan keyin o'sha bosim hisobiga ovqat yeyishimiz juda ham kam bo'ladi. Shuni hisobiga yog'lar eriydi. Korsetimiz qimmat bo'lishiga qaramasdan bemalol xarid qilinglar, chunki o'sha sizlar kutgan natijani bemalol olasizlar. Vashi super lekin.